Yoshlik bebaho ne'mat. Mustaqil yurtimizda bugun baxtli bolalik gashtini so'rayotgan kelajagimiz davomchilari uchun barcha imkoniyat va sharoitlar muhayyo. Xo'sh, biz ota-onalar farzandlarimizning mana shunday g'animat davrini qanchalik his etyapmiz u qanchalik imkoniyatlardan foydalanyapmiz? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir deb belgilangan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida diniy ta'lim muassasalarida o'qishga fuqarolar umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olganidan keyin qabul qilinishi belgilangan. Biroq ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta yoki o'rta maxsus ta'limni tamomlamasdan turib, bolaning konstitutsiyaviy huquq va kafolatlariga zid ravishda majburiy o'rta ta'limdan ajratgan holda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarni moddiy rag'batlantirish evaziga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari ko'paygan. Milliy qonunchiligimizga ko'ra, ayni paytga qadar noqonuniy diniy ta'lim berish holatlariga javobgarlik muqarrar sanalib, hujra tashkil etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik belgilangan. Ammo o'z farzandi taqdiriga befarq ota-onalar uchun shu vaqtga qadar javobgarlik masalasi ochiq qolayotgandi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, hujrada noqonuniy diniy ta'lim olayotgan bolalar turli qiynoq va jismoniy zo'ravonlik qurboni bo'layotganligi, majburiy diniy ta'limdan bezib o'z joniga qasd qilish yoki hujralardan qochishga urinishni taassuf bilan aytishimiz lozim. Misol uchun 2024-yil davomida Farg'ona viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Yozyovon tumani Bahor mahallasida yashovchi fuqaro tomonidan 61 nafar respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan voyaga yetmagan shaxslarga hujra tashkil etib, moddiy manfaat evaziga noqonuniy diniy saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, Shayxontohur tumani Ibn Sino 1-mavzesida tashkil etilgan noqonuniy diniy saboq berish jarayonlarida qatnashgan voyaga yetmagan 6-sinf o'quvchisi tazyiqlardan qochish maqsadida ko'p qavatli binoning 5-qavatidan o'zini tashlab, og'ir tan jarohati olgan. Yuqoridagi kabi salbiy holatlarga barham berish, voyaga yetmagan shaxslarning qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish maqsadida yangi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Unga ko'ra, endilikda ota-onalar yoxud ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan farzandini noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb etish, ma'muriy javobgarlikka tortishga asos bo'lishi belgilanmoqda. Lekin bu narsa ota-onaning o'z farzandiga diniy saboq, ta'lim, tarbiya berishiga umuman aloqasi yo'q. Chunki bu har qanday ota-onaning o'z farzandini shaxsan o'zi tarbiya qilish bo'yicha daxlsiz huquqi hisoblanadi. Hurmatli ota-onalar, o'z farzandingizning kelajagiga befarq bo'lmang. Zero bugun tashlangan qadam ertangi kun kelajakni belgilab beruvchi omil hisoblanadi. Ogoh bo'ling.